Sal bolada displaziya borga o'xshayotdi. Endi bu qiz bola-yu, все-таки. Bularda o'g'il bolaga nisbatan ko'proq ushlaydi. Обязательно ortoped konsultatsiyasiga borasiz, xo'pmi? Chunki bu ertaga displaziya muammo olib kelishi mumkin. Или tonus hisobiga ham bo'lishi mumkin, lekin unaqa tonus hisobiga o'xshamayapti-da menga. Chunki bu displaziya tazobedreniy sustavi displaziyasi ko'proq o'g'il bolalardan ko'ra qizlarda ko'proq uchraydi. Xo'p. Nechinchi homiladorlik, nechinchi farzand oysi? 4-homiladorlik, 4-chi. Homiladorlik qanaqa o'tdi? Yaxshi. Ozgina toksikoz bo'ldi. Toksikozlar bo'ldi. Patologiyalarda yotmadingizmi? O'zingiz tug'dingiz. O'zim tug'dim. Srogida tug'ildimi bola? 39 haftaligida. 39 haftalik tug'ildi. Tug'ilish bilan yig'ladi. Yig'ladi. Tak, o'qiga o'ralmadi. Yo'q, faqat sal qiynalib tug'ildi. Sal qiynalib tug'ildi. Nega? Sheyka ochilmadimi? Ha, shey. Suv ketish, qon ketishda bo'lmadi? Yo'q, bo'lmadi. Tak. Hozir qanchalik bo'ldinglar? Hozir 48 kun. 48 kun. Bola tug'ilishi bilan ko'kragiga qo'yshdimi yo'qmi? Yo'q, qo'shma. Nega? Ko'kardi bola, qiynalib Ha, tug'ildi. qiynalib tug'ildi. Sraz yig'lagan lekin, ha? Yig'ladi, faqat Kislorodga qo'yishadimi? yo'q, inqillab qolgan. Inqillab qoldi. Ixrab qolgan, ha? Ha, Demak, keyin kislorodga qo'ymadi, o'zingizga berishdimi? o'zimga berdi. Lekin sut berib turishdi anaqa. Berib turishdi, smesda. Qiynaladi deb. Qiynaladi. Tug'ilgandan keyin dahan titrab, burunlab atrofi ko'karib, kuchanib yurishlar bo'ldimi? Dahan titrish bo'lib turadi. Tug'ilgandan keyin uyda shunaqa holatlar. Necha kilo tug'ilgan bola? 3 kilo. Tak, menga hozir shikoyatinglar. Uxlamayapti 2 kun. Uxlamayapti. Nega? 10 minut uxlab turib olyapti. Tez uyg'onib ketadi. Ha, Baqirib uyg'onib turishlar, uyqusi chirillab uyg'onishlar Shunaqa bor. bu, shunaqa bu. Yig'laganda qotishichi. U faqat qoshni o'rtasi ko'kargandek bo'ladi.